Fuqarolar tadbirkorlar ana shu direktorlar mahalla fuqarolar yig'inini mahalla banki munosabat yig'ilishlarda shu bizada Turon bank tomonidan tashkil etilgan mahallalar uchun joriy etilgan kreditlar to'g'risida tushuntirishlar o'taman fuqarolar hamda tadbirkorlar fuqarolar uchun mahallada biznes mahalla loyihasi biznesning maqsadi kabi kredit turlari mavjud bo'lib, ushbu kreditlar 4 yilgacha muddatda 50 million so'mgacha kafillik asosida ajratiladi hamda yuridik shaxslar uchun mening biznesim 2 yil hamda oson, qulay hamda muqobil biznes kabi kredit turlarimiz mavjud. Ushbu kredit turlarimizdan olish uchun jismoniy shaxs bog'lanmasa o'zini o'zi band qilib ijtimoiy soliq to'lagan holda bankka murojaat qiladigan bo'lsa, shu